Assalomu alaykum hammaga. Men Komiljonov Shohjahon, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bank ishi fakulteti L270 guruh talabasiman. Men hozir sizlarga g'aznachilik fanidan tayyorlagan mavzuyim doirasidagi prezentatsiyani tushuntirib, ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Mavzuyimizning nomi byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalari. 3 ta reja olindi. Birinchisi byudjetdan tashqari jamg'armalarning huquqiy asosi va turlari. Ikkinchisi mablag'larning shakllanish manbalari. Uchinchisi mablag'lardan foydalanish tartibi va nazorat mexanizmi. Birinchi rejamizga to'xtalsak, birinchi rejamiz byudjetdan tashqari jamg'armalarning huquqiy asosi va turlari. Bu bo'limda tashkilotning moliyaviy erkinligi, qaysi qonunlarga tayanishini tushuntirib o'taman. Huquqiy poydevor. Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari mablag'lari O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 70, 71 va 72 moddalari bilan tartibga solinadi. Bu moddalar tashkilotga o'z faoliyati orqali daromad topish va uni mustaqil sarflash huquqini qonuniy kafolatlaydi. Jamg'armalarning iyerarxiyasi. Rivojlantirish jamg'armasi asosan pullik xizmatlar va ijara tushumlaridan shakllanadi. Bu jamg'arma bu tashkilotning investitsion hamyoni bo'lib, moddiy texnika bazasini yangilashga xizmat ko'rsatadi. Moddiy rag'batlantirish jamg'armasi. Bu jamg'arma xodimlarni sohada ushlab qolish va ularning mehnat unumdorligini oshirish uchun oylik maoshga qo'shimcha kafolatlar berish manbai hisoblanadi. Maxsus maqsadli jamg'armalar. Hukumat qarorlari bilan aniq bir sohani, masalan, innovatsiyalar yoki tibbiyotni qo'llab-quvvatlash uchun tashkil etiladi. Mablag'larning shakllanish manbalari. Bu ikkinchi rejamiz. Bu reja doirasida mablag'larning oqib kelish kanallarini batafsil tahlil qilamiz. Asosiy faoliyat tushumlari. Bunda tashkilot profiliga mos keladigan pullik xizmatlar, masalan, oliy ta'lim muassasalarida to'lov-kontrakt mablag'lari, shifoxonalardagi pullik tekshiruvlar misol bo'la oladi. Davlat mulkidan foydalanish. Bo'sh turgan bino yoki xonalarni ijaraga berishdan tushadigan mablag'lar. Bunda ijara markazi xarajati chegirilgandan keyin qolgan qismi tashkilot ixtiyorida qoladi. Tejamkorlik samarasi. Yil yakunida ish haqqi jamg'armasidan yoki kommunal to'lovlar, ya'ni elektr, gaz, suv, shulardan tejalgan mablag'lar davlatga qaytarilmaydi, balki tashkilotning jamg'armasiga o'tkaziladi. Tashqi ko'mak, jismoniy va yuridik shaxslarning xayriyalari, shuningdek xalqaro grantlar. Mablag'lardan foydalanish tartibi va nazorat mexanizmi. Bu uchinchi rejamiz. Pul topish san'at, uni to'g'ri sarflash mahorat. Bu bo'limda nazorat tizimini yoritib beraman. Smeta intizomi. Har bir xarajat oldindan tasdiqlangan daromadlar va xarajatlar smetasi asosida amalga oshirilishi shart. Smetada ko'rsatilmagan maqsadlarga 1 so'm ham ishlatib bo'lmaydi. Raqamli nazorat. Barcha operatsiyalar UZASPO dasturiy majmuasi orqali elektron shaklda yuritiladi. Bu tizim iqtisodiyot va moliya vazirligiga har bir tranzaksiyani real vaqt rejimida kuzatish imkonini yaratadi. G'aznachilik filtri. Mablag'lar bankdagi oddiy hisob raqamda emas, balki g'aznachilikdagi shaxsiy g'azna hisob raqamlarida saqlanadi. Har bir to'lovni g'aznachilik xodimi tekshirib, keyin ruxsat beradi. Sarflash ustuvorligi. Mablag'lar birinchi navbatda xodimlarni rag'batlantirishga, moddiy texnika bazasini mustahkamlashga va byudjet yetmagan holatlarda zaruriy to'lovlarni amalga oshirishga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, byudjetdan tashqari jamg'armalar haqida 5 ta fakt ham keltirib o'tilgan. Birinchisi, super kontraktlar qayerga ketadi? Ko'pchilik oliy ta'limdagi tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt mablag'lari davlat g'aznasiga ketadi deb o'ylaydi. Aslida esa bu mablag'larning katta qismi aynan o'sha oliygohning byudjetdan tashqari jamg'armasida qoladi va professor o'qituvchilarning oliygohni, ya'ni oyligini oshirishga hamda talabalar uchun zamonaviy laboratoriyalar qurishga sarflanadi. Tejamkorlik daromad manbai. Agar byudjet tashkiloti yil davomida elektr energiyasi yoki suvni tejasa, tejalgan mablag' davlat tomonidan qaytarib olinmaydi. Byudjet kodeksiga ko'ra, bu mukofot sifatida tashkilotning moddiy rag'batlantirish jamg'armasiga o'tkaziladi. Ya'ni chiroqni o'chirish xodimlarning mukofot puli ko'payishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Uchinchisi, ijara siri.
Tashkilot binosining bir burchagidagi bo'sh joyni, masalan, bankomat yoki kafemat uchun ijaraga berishdan tushgan foydaning ma'lum qismi tashkilotda qoladi. Bu kichik ko'ringan summalar yil yakunida katta hajmdagi ta'mirlash ishlarini moliyalashtirishga yetishi mumkin. UZASPO moliyaviy politsiya. O'zbekistonda byudjetdan tashqari mablag'lar shunchalik qattiq nazorat qilinadiki, UZASPO tizimi orqali har bir tranzaksiya soniyalar ichida Moliya vazirligi monitorida aks etadi. Agar xarajat tasdiqlangan smetadan 1 so'm ham farq qilsa, tizim to'lovni avtomatik ravishda bloklaydi. Dunyo tajribasi. Garvard misoli. Dunyoning eng boy universiteti bo'lgan Garvardning byudjeti asosan davlatdan emas, balki mana shunday byudjetdan tashqari manbalar, fondlar, grantlar va pullik xizmatlar hisobiga shakllanadi. O'zbekiston hozirda davlat tashkilotining bosqichma-bosqich va mana shunday o'zini moliyalashtirish tizimiga o'tkazmoqda. Umumiy xulosa. Byudjetdan tashqari jamg'armalar bu tashkilotning moliyaviy mustaqillik poydevori hisoblanadi. Xulosa o'rnida 3 ta asosiy jihatni ta'kidlash lozim. Rivojlanish drayveri. Bu mablag'lar davlat byudjetiga yukni kamaytiradi va tashkilotni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlashga imkon beradi. Inson kapitali. Jamg'arma hisobidan beriladigan ustama va mukofotlar malakali xodimlarni rag'batlantirishning eng samarali usulidir. Shaffof nazorat. UZASPO va g'aznachilik tizimi orqali har bir so'mning maqsadli sarflanishi qat'iy nazorat qilinadi. Bu esa korrupsiyaga yo'l qo'ymaydi. Qisqa qilib aytganda, byudjetdan tashqari mablag'lar bu faqat qo'shimcha daromad emas, balki tashkilotning barqaror kelajagi va xizmat sifatini oshirish garovidir. O'ylaymanki, bu mavzu doirasida kerakli ma'lumotlarni berib o'tdim deb o'ylayman. Hammangizga rahmat. Xayr.